matematikada ko'pchiliklar qiynalgansizlar, matematika qiyin fan deb. Lekin sizlar o'ylaganchalik qiyin fan emas. Bugun dars mobaynida buni birgalikda ko'rib o'tamiz. Xo'p, hamma yasini sevish qilib, yondoga qo'ygan holatda darsni kuzatamiz. Chunki bugungi darsimiz sizlar uchun birinchi va ikkinchi savollarni milliy sertifikatda ishlashingizga yordam beradi. Xo'p, darsimiz ya'ni mavzu bo'yicha o'tadi. Unda boshlayveramiz. Ya'ni birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Matematikada sonlar va raqamlar bor. Raqamlar. Xo'p, ko'pchilik mana shundan adashadi. Son nima, raqam nima ikkalasini farqiga bormaydi. Va mana shundan milliy sertifikatda savol qo'yiladi. Sonlar o'zi nechta? Sonlar haqida gaplashadigan bo'lsak, sonlarimiz bizga cheksiz. Sonlar cheksiz. Endi raqamlarni aytadigan bo'lsak, raqamlar bizga ko'pchilik o'ylaydi, raqamlarimiz 9 ta deb. Lekin xato o'ylaysizlar. Raqamlarimiz bizga 10 ta. Ya'ni nechadan boshlanadi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bular raqam deyiladi. Mana shu 9 ta raqam bizga raqam hisoblanadi. Sizlarga misol uchun ba'zida kelib qoladi. 22 raqammi, sonmi deb. Mana shunaqa savollar ham keladi milliy sertifikatda. Ya'ni qaysi bir raqam, qaysi biri son deb. Mana shunda ko'pchilik mana shuni ikkalasi ham kiradi deydi. Lekin ikkita raqam bir vaqtda kelyaptimi, bu son hisoblanadi. O'sha bizga sonlarimiz 10 dan boshlab son. Sizlarda savol tug'ilib qolishi mumkin. 1, 2, 3 lar son emasmi deb. Albatta, bu ham son. Keyin bizga natural sonlar bor. Natural sonlar va butun sonlar bor. Butun sonlar. Endi mana bu natural sonlar degani o'zi nima degani? O'zi natural degan nomidan ma'lum bo'lib turibdi. Natural degani bu tabiiy degani, to'g'rimi? Ya'ni siz sanoqda ishlatiladigan barcha sonlar, sanoqda ishlatiladigan barcha sonlar. Xo'p, mana shularni ham bilib qo'yishimiz kerak qoida sifatida. Chunki milliy sertifikatda birinchi, ikkinchi, uchinchi savollari roson sodda bo'ladi. Mana shu savollardan balo ketishimiz kerak. Ya'ni natural sonlar sanoqda ishlatiladigan barcha sonlar. Ya'ni misol uchun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va hokazo biz davom etib ketamiz, sanaymiz. To'g'rimi? Lekin mana shu joyda bitta narsa bor. Bizga bitta narsa bor. Endi butun sonlar degan narsa ham bor. Natural sonlar sanoqda ishlatiladigan, ya'ni 1, 2, 3, 67, 93 va hokazo davom etib ketsa, ya'ni endi butun sonlarimizga nechalar kiradi? -1, -17, -27, -105 va hokazo kiradi. Endi bizga butun songa 0 ham kiradi. 0 ham kiradi. 0 ham butun son hisoblanadi. Ko'pchilik mana shuni adashadi, ya'ni 0 ni butun son demaydi. Natural songa kirmaydi, lekin butun songa обязательно kiradi. Xo'p, endi bizga mana shu joyda musbat sonlar va manfiy sonlar degan tushuncha bor. Ya'ni musbat sonlar nima, manfiy sonlar nima, o'shalar haqida ham gaplashamiz. Musbat va manfiy. Xo'p, ko'pchilik mana shu musbat va manfiyni biladi, lekin xato qiladi. Xo'p, endi buni o'zi qoidachasi bor, ya'ni sonlar o'qi chiziladi. Sonlar o'qidan o'ng tarafda joylashgani musbat. Va bizga chap tarafda joylashgani esa manfiy sonlar deyiladi. Manfiy. Xo'p, endi mana shu joyda kimlardir savol tug'ilib qolishi mumkin. Ustoz, qanday biz bilib olamiz musbat va manfiyni? Nima ajratib turadi?
Mana shu joyda musbat va manfiyni nol ajratib turadi. Ya'ni noldan o'ng tarafdagisi musbat, ya'ni plyus belgi bilan va chap tarafdagisi esa manfiy hisoblanadi. Va bu minus belgi bilan belgilanadi. Xo'p, endi mana bu nolni o'zi nimaga kiradi? Nol nima? O'sha savol ham bor. Nol qanday son deydi? Qanday son? Qanday son? Xo'p, endi bilamizki, nol o'rtada qolib ketgan. Ya'ni musbat songa ham kirmaydi, manfiy songa ham kirmaydi. Shuning uchun bizga nolimiz neytral son hisoblanadi ekan. Neytral son. Ya'ni sizlarga savol kelib qolsa, nol qanday son desa, neytral sondir ekansizlar. Xo'p, endi mana shu yerda milliy sertifikat savolini ham ko'rib ketamiz. Ya'ni har doim birinchi savolimiz mana bunaqa bo'ladi. Esinglarda chiqarmanglar. Birinchi savolimizda mana shunday savol keladi. Endi mana shu tushunib ketishimiz kerak, chunki vaqtimiz kam. Bularni o'rganib qo'ymasak, hali yana ko'ramiz, faqatgina tushuncha hosil bo'lishi uchun o'rganib ketishimiz kerak. Bizga mana shunday aytilyapti. Ya'ni mana shu ifoda berilgan ekan. Agar A va B raqamlar uchun mana shu ifodamiz o'rinli bo'lsa debdi. Shu ifodamiz o'rinli bo'lsa debdi. Tenglik o'rinli bo'lsa, endi bizdan so'rayotgan narsa 2A plus B ni nimasini toping deyapti. 2A B ni toping, ya'ni qiymatini toping deyapti. Bizga bu joyda maksimum qiymati yoki minimum qiymatini so'ralmagan ekan. Faqatgina so'ralgan narsa tenglik o'rinli bo'lsa. Mana bu joyga qarab qo'yishimiz kerak. Raqamlar deyilgan. Xo'p, raqamlar deyilganligi uchun 0 dan 9 gacha olamiz. Xo'p, yana dars mobaynida o'tib ketamiz. Ya'ni bizga mana bu kasr son deyiladi. Ya'ni kasr. Kasrli ifodani faqatgina biz 0 ga ko'paytirganimizda yoki mana shunga karali songa ko'paytirganimizda qisqarib ketadi, degan yo'q ketadi. Shuning uchun mana shu joyimizga faqatgina b o'rniga 0 qo'yishim mumkin ekan. B o'rniga 0 qo'yganimdan keyin istalgan sonni 0 ga ko'paytirsam 0 hosil bo'ladi. 0 hosil bo'ladi. Shuning uchun mana bu joyimizda nima qilib yozib qo'yaman? 5a plyusdan 0 45 ga teng ekan. 5a plyusdan. Endi mana shu joydan o'zi nima bo'lib qolyapti? 5a imizning qiymati 45 ga tenglik kelib chiqadi. Va a imizning qiymati 9 ga tenglik kelib chiqadi. Tenglikdan bu tarafga o'tguncha bo'sh bo'ldi. Mana shunga e'tiborli bo'linglar. Mana shu savolimiz birinchi savol. Bu savolni ishlab tashlashinglar kerak. Hali yana ko'ramiz, lekin mana shunday savollar oson savollarimiz bor. Endi bundan ko'rinib turibdiki, a imizning qiymati 9 ga, b imizning qiymati 0 ga tenglik kelib chiqadi. Mana bu o'rniga olib qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan 9 plyusdan 0 deymiz. Va bu nechaga teng qolyapti? 18 ga teng qolyapti. Va javobimiz B variantida ko'rsatilgan ekan. Ko'pchilikda savol tug'ilib qolishi mumkin. Biz havodan oldikmi buni deb? Bizga mana bu joyda raqamlar deyilgan. Raqamlarimiz 0 dan 9 gacha bo'lishi mumkin. Agar mana bu yerga 11 da, ya'ni 5 taqsim 11 da o'rniga 11 qo'yishimiz mumkin edi. 22 qo'yishimiz mumkin edi. Va hokazo qo'yishimiz mumkin edi. Lekin biz aynan bitta, ya'ni son qo'yishimiz kerak ekan, ya'ni raqam qo'yishimiz kerak ekan. Son mumkin emas. Xo'p, endi bizda yana qanday savollar bo'ladi? Endi savollar emas, mavzu o'tishimiz kerak. Mavzuga davom etadigan bo'lsa. Xo'p. Endi bizga amallar bor. Amallar. Xo'p, qanday amallar desanglar, bilamizki, qo'shish, plyus, minus, bo'lish va ko'paytirish degan amal bor. Mana shularning ham tartibi bor ekan. Ya'ni qaysi biri birinchi bajariladi, qaysi biri ikkinchi bajariladi. Ko'pchilik maktab paytida xato qilar ekan, ya'ni birinchi ko'paytirish bajariladi deyilgan. Yo'q, adashasizlar mana shu yerda. Birinchi har doim bizga bajariladigan narsa ko'paytirish va bo'lish. Qaysi biri birinchi kelsa, ya'ni oldin kelsa, o'sha amalimiz bajariladi. Hop, ikkinchi qaysi bajariladi degan savol tug'ilib qoladi. Ikkinchi esa qaysi biri birinchi esa plyus va minus o'sha amalimiz bajariladi. Hop, endi uchinchi qaysi biri bajariladi desa, uchinchi bizada yo'q, lekin mana shu joyda bizga 0-chi amalimiz bor. 0-chi amal. Hop, 0-chi amalimiz bizga qovus. Bu qovus deyiladi. Har doim bu qovus 0-chi amal hisoblanadi. Misol uchun bizga berib qo'yish mumkin. 4 ko'paytirilgan 2 bo'lingan necha deb bersam? 2 deb bersam. Ko'pchilik mana bu joyda birinchi mana bu bo'lishni bajarib, keyin ko'paytirishni bajaradi.
bu ifodamiz bizda o'rinli bo'lib qolar ekan. 4 ni birinchi ko'paytirishimiz kerak 2 ga. 8 bo'ladi. 8 2 ga qo'shim kerak 4 bo'ladi. Lekin mana bunday misollar kelib qolsa. 9 bo'lingan necha? 9 desam va bo'lingan ko'paytirilgan 3 desam. Hop, endi mana shu joyda birinchi ko'paytirishni bajarishim kerak edi. Ya'ni 9 ga 3 ko'paytirib, keyin 9 ga 3 kerak edi degan xato fikrlar tug'iladi. Yo, unaqa qilmaysizlar. Birinchi aytganimdek, qaysi birinchi kelsa, o'sha amalni birinchi bajarib olishimiz kerak. Mana bu holatimizda birinchi bo'lish kerakdi. Shuning uchun 9 ni 9 ga bo'lishim kerak ekan. 9 9 ga bo'ladigan bo'lsa 1. To'g'rimi? Endi ko'paytirib qo'shim kerak ekan 3 ga, demak javob 3 chiqargan. Hop, endi ko'pchilikda, ya'ni ko'paytirish birinchi bajariladi deydiganlar nima? Ko'paytirish birinchi bajariladi deydiganlarda nima bo'lib qoladi? 9 bo'lingan 27 bo'lib qoladi. Va mana shu joyda tormozlanib qoladi va nima deb yozib qo'yadi? 9 taqsim 27 deb yozib qo'yadi. Bunaqa javobim bo'ladi. Ya'ni sizlarni chalg'itish uchun mana shunaqa javobni ham qo'yib qo'yadi. Lekin unaqa adashmaymiz. Birinchi har doim qaysi bir birinchi kelsa, o'sha amal birinchi bajarilishi kerak. Xo'p, endi bizga sonlar ustida amallar bor. Misol uchun bilamiz, quruch plyusdan 7 desa, biz bunga quruchga 7 ni qo'shishimiz kerakligini bilamiz. Ya'ni quruchga 7 ni qo'shadigan bo'lsam, 50 bo'lib qoladi. To'g'rimi? Endi 50 1 minusdan necha desin? 6 desin. 51 dan 6 ni ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi. 51 dan 6 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam, 45 chiqishini bilamiz. To'g'rimi? Endi bizga mana shu holatimizda minus 6 plyusdan 51 deb ham berish mumkin. Ya'ni qo'shiluvchilarni joyi o'zgargani bilan son qiymati o'zgarmaydi. Ya'ni mana shu joyda 51 dan ayirib qo'yishim kerak ekan 6 ni. Bunda ham 45 chiqadi. Endi buni hayotiy misol bilan ko'radigan bo'lsak, siz magazinga boryapsiz. Sizning 6000 so'm qarzingiz bor. Qarz. Bu qarz degani minusda, ya'ni 6000 so'm qarzingiz bor. Siz magazinchiga mana senga 51000 so'm pul, ya'ni mana shundan 51000 so'mdan olib qolasan, deyapsiz. To'g'rimi? Endi mana shu holatda sizdan mana bu minus 6 dan 51 dan ayirmaydi, ya'ni sizning pulingizdan, ya'ni siz berayotgan puldan mana buni ayirib tashlab, sizga mana bu katta pulni beradi. Ya'ni shunda sizga 45000 so'm pul qaytarib berish kerak ekan. Xo'p, endi bizga mana shu holatda, misol uchun minus 19 minus 3. Hop, ko'pchilik qiladigan xato nima? Ko'pchilik qiladigan xato nima? Mana shu joyimizda ham ko'pchilik buni 16 mi va hokazo deb yozib qo'yar ekan. Minus 19 minus 3. Endi bu joyda nima qilamiz? Endi siz tasavvur qilinglar. Buning 19000 so'm qarzi bor edi. Va men magazinga kirdim va yana 3000 so'mga qarzga narsa oldim. Magazinchiga mana shuni birga qo'shib yozib qo'yadimi? Ya'ni minus 22 bo'lib qolar ekan. Ya'ni minuslar har doim bir-biriga qo'shilar ekan va minus ishora yozib qo'ydi. To'g'ri, hamda misol uchun siz magazinda qarzingiz bor, yana ustiga qarz olaversangiz, u qo'shilib ketaveradi. Ya'ni ayrilib ketmaydi. Lekin sizda 23000 so'm qarzingiz bor. Siz magazinchiga 11000 so'm qarz berasiz. To'g'rimi? Endi mana shu joyda mana bu 23 dan ayirib qo'yadigan 11 da va sizda katta qarzingiz yozib qo'yamiz. Ya'ni 23 dan 11 da ayiradigan bo'lsak, necha bo'lib qoladi? Minus 12 bo'lib qoladi. Ya'ni sizda yana 12000 so'm berishingiz kerak pul. Ya'ni 12000 so'm qarzingiz qoldi deb yozib qo'yadimi? To'g'rimi gachjonlar? Ya'ni mana shu joylarga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ko'pchilik qiladigan xatolardan biri. Ya'ni mana bu joyda 23 11 deydi. Yo deydi, buni qo'shib qo'yishim kerak dedi. Sizlar oddiy hayotiy misol bilan tasavvur qilinglar, hayotiy misol bilan. Chunki buni hayotda ko'p ishlatamiz, rostdan ko'p ishlatamiz. Misol uchun oddiy magazinda yoki hayotda oddiy pul misolida ko'radigan bo'lsak, hech kim adashmaydi. Hech kim adashmaydi. Xo'p, endi bularni tushundikmi? Mana shu joygacha kim tushunarsiz bo'ldi? Tushunarlimi? Tushunarlimi? Yozinglar. Ya'ni fikrlarni bitta eshitdan tushunarli bo'ldimi yo'qmi? Ya'ni tushunmayotgan bo'lsangiz aytinglar. Tushuntirib o'tib ketaman. Tushundikmi? Hech kim yozmaydimi? Yozinglar. Qani kim tushunibdi, kim tushunmabdi, men bilishim kerak. Xo'p, tushunarli. Xo'p. Aha, tushunarli. Ha, tushunarli. Xo'p. Aha. Aha. Qarang. Endi bu o'zi qarang. 9 taqsim 27 da. Bo'lish degani kasr degani. Bo'lish degani kasr degani. Yana bu haqida gaplashaveramiz. Xo'p. Yaxshi, zo'r, malades.
tushungan bo'lsanglar zo'r. Endi bizga mana shu joyda bu sonlarni, ya'ni qarz berish va hokazoni o'tdik. Xo'p, bundan ham ko'paytirish bo'lish tartibini boshqatdan tushuntirib bera olasizmi? Albatta, ha, ko'paytirish bo'lish tartibini boshqatdan tushuntirib bera olamiz. Misol uchun, bizga ko'paytirish, bo'lish va hokazo kelib qolsin. Har doim qaysi biri birinchi kelsa, o'sha amal birinchi bajariladi. Misol uchun ko'pchilik ko'paytirishni bajaraman deydi, ko'paytirishda yoki bo'lishni bajarishim kerak deydi. Mana shu joyda xato qilasizlar-da. Mana shu joyda eng katta qilgan xatoinglar o'sha bo'ladi. Ya'ni, misol uchun oddiy misollarda ko'rsak, 12 ko'paytirilgan 12 bo'lingan 3 ko'paytirilgan 4 degan misol kelib qoldi. Mana shu oddiy elementar narsalarda xato qilasizlar-da. Mana shu elementar narsalarda xato qilgandan keyin bu yo'q sal toshib kalla bo'lib qoladi. Xo'p, ya'ni birinchi ko'paytirishni bajaramas deydiganlar mana bu 3 ni 4 ga ko'paytiradi. 3 ni 4 ga ko'paytirmaylar. Qaysi biri birinchi kelsa, o'sha bajariladi. Ya'ni 12 ni 3 ga bo'lishimiz kerak ekan. 12 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam 4 chiqyapti. 4 ni ko'paytirishim kerak ekan 4 ga. Demak, buning javobi 16 chiqargan. Agar siz mana shu joyda birinchi ko'paytirishni bajaraman deydigan bo'lsangiz, 12 bo'lingan 12 bo'lib qoladi. To'g'rimi? 12 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsak, 1 chiqadi. Bundan hech qanaqa ma'no yo'q. Tushunarlimi? Xo'p. Xo'p, hammada qotyaptimi? Yozib olinyapti dars. Hammada qotyaptimi? Ya'ni mana shu ko'rinishda davom etadi. Misol uchun yana qo'shish birinchi bajariladi deydiganlar bor ekan. Qo'shish va ayirish. Qo'shish va ayirish kelsa, qo'shish amali birinchi bajariladi deydiganlar bor ekan. Lekin unaqa xatoni qilmaydi. Qo'shish va ayirish amali kelsa, har doim birinchi bajariladi, ya'ni qaysi biri birinchi kelsa, o'sha birinchi bajariladi. Misol uchun 3 plyusdan 4 minusdan 2 kelib qoldi. Endi mana shu joyimizda baribir bir xil chiqadi, lekin baribir ham e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 4 dan 2 ni ayirib, 2 mana bu qo'shib qo'ysak 5 chiqadi. Baribir ikkalasi ham bir xil chiqadi. Lekin ba'zi holatlarda mana shunday xatolarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Xo'p, endi mana bunda 2 plyusdan 3 ko'paytirilgan 4 ifodamiz kelsa. Kelishdik sizlar bilan? Hozircha birinchi bajariladi. Ya'ni bu 0-amal dedik. To'g'rimi? Birinchi 2 ga 3 qo'shib olishimiz kerak ekan. 2 ga 3 qo'shib oladigan bo'lsam 5. To'g'rimi? 5 ga ko'paytirib qo'shim kerak ekan 4 ni. Endi 5 ga 4 ni ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, bilamizki 20 chiqadi. Sizlar mana shu holatimizda boshqacha usulda ishlasanglar ham bo'ladi. Endi buni men aytib o'tib ketaman. Hop, qanday desanglar, chimay-chimay qarang. Ya'ni buni umumiy xat qavsdan tashqariga chiqarish ham mumkin. Hali bu haqida gaplashamiz. Birinchi 2 ni ko'paytirish mumkin 4 ga, qo'shish ham mumkin 3 ni ko'paytirib 4 ga. Hop, 2 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 8, 3 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 12. Baribir ikkalasida xil chiqadi. Ya'ni 20 degan javobni bizga beraveradi. Hop, endi bu umumiy xat qavsdan tashqariga chiqarish. Ko'pchilik mana shunga ham xato qiladi. Ya'ni buni ham bugun o'tamiz. O'tmasak bo'lmaydi, chunki algebra qismi oson narsalar. Misol uchun 4 ko'paytirilgan 5 plyusdan 3 ko'paytirilgan 4 ifodamiz. To'g'rimi? Ikkita bir xil. Ya'ni ikkita bir xilda qavsdan tashqariga o'tib ketsak bo'ladi. Ya'ni 4 bilan 4 ni qavsdan tashqariga o'tib ketyapti. Endi nima qolyapti? 5 plyusdan 3 qolyapti. Xo'p, endi shunchaki nima qo'shim kerak ekan? Mana bu birinchi ichkarni qo'shib, keyin 4 ga ko'paytirib qo'ysam ham bo'lar ekan. Ustoz, undan ko'ra bir-biriga qo'shib ko'paytirib qo'ysak bo'lmaydimi degan savollar tug'ilib qolishi mumkin. Shoshmaymiz. U haqida ham batafsil gaplashamiz. Ya'ni 4 ni ko'paytirishim kerak ekan nechaga? Mana shu holatda 8 ga ko'paytirishim kerak ekan. 4 ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsam 18 chiqadi. To'g'rimi? Endi bizga kattaroq misol kelib qoladi. Bunday emas, katta-katta misollar kelib qoladi. Misol uchun aytadi 25 ko'paytirilgan 23 minusdan deydi, 25 ko'paytirilgan 21 deydi. Xo'p, plyusdan deydi, 23 ko'paytirilgan 21 minusdan deydi, 23 ko'paytirilgan 19 degan ifoda kelib qoladi. Mana shu ifodani hisoblang deydi. Ko'pchilik mana buni deydi, kel deydi, erinmasdan hisoblang deydi. 25 da 23 ga ko'paytiradi. 25 ni 21 ga ko'paytiradi, 23 ni 21 ga ko'paytiradi va 23 ni 19 ga ko'paytiradi.
Lekin eng katta qilgan xatosi mana shundan iborat bo'ladi. Hop, bu xatoga yo'l qo'ymanglar. Qaranglar. Umumiy xat deyilganda mana bu ikkala ifodada, ya'ni mana bu ikkalasida qatnashayotgan narsa nima? Ikkala ifodamizda ham necha qatnashyapti? 25 ifodamiz qatnashyapti. To'g'rimi? Mana shundan qolsan tashqariga 25 ta chiqarib ketishim kerak ekan. 25 ta qolsan tashqariga chiqaradigan bo'lsam, endi nima qolib ketyapti ichkarida? 23 minusdan 21 qolib ketyapti. To'g'rimi? Hop, endi plyusdan mana bu ifodamizdan nechani qolsan tashqariga olib chiqib ketaman? 23 ta qolsan tashqariga olib chiqib ketaman. Hop, endi mana shu holatimizdan nima qolib ketyapti? 21 minusdan 19 qolyapti. To'g'rimi? Endi 25 ta ko'paytirishim kerak ekan nechiga? 2 ga ko'paytirishim kerak ekan. 25 ko'paytirilgan 2 plyusdan mana bu holatimizdachi 23 ko'paytirilgan 2 ekan. To'g'rimi? Endi yana umumiy xatlar bor. Ya'ni 2 umumiy xatni qolsan tashqariga chiqarib olsak bo'ladi. Hop, 2 ni umumiy xatni qolsan tashqariga chiqarib oldim. 2 ni umumiy xatni qolsan tashqariga chiqargandan keyin menga nima qoladi? 25 plyusdan 23 qoladi. Hop, 25 ta qo'shib kerak ekan 23 ga. Hop, necha chiqadi? 2 ko'paytirilgan 48 qo'shib ketib qoladi. Ya'ni 2 ni 48 ga ko'paytirishim kerak ekan. 2 ni 48 ga ko'paytiradigan bo'lsam 96. Demak, ko'ringlarmi, misolimizning javobi sodda, ya'ni 96 degan javob chiqargan. Sizlar har bittasini bir-biriga ko'paytirib va hokazo bo'lib tushunish, ko'paytirishinglar shart emas. Hop, tushunarli bo'lyaptimi? Tushunarlimi? Hop, hozir kursimizda unaqa bo'lmaydi, ko'paytirish bo'lish tartibi. Hop, hop. Shunaqa misolni ham tushuntira olasizmi? Albatta, buni ham tushuntirib beraman. Hop. Ya'ni bu mavzu bo'lmaganligi uchun bu haqida to'xtalmagandim. Bu haqida ham to'xtalamiz. Hop. Tushunarli. Yaxshi. Tushunarli bo'layotgan bo'lsa, yaxshi. Guruhda unaqa bo'lmaydi. Ya'ni kursga qo'shilganlarda har bittasini fikri inobatga olinadi. Hozir chatda bo'lganligimiz uchun kanalda shovqin bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun unaqa qilmayapmiz. Ya'ni ochmayapman. Hop, endi bizda kommentariyada bitta misol kelgan ekan. Ya'ni bizga beribdi. Ya'ni minus debdi. 2 plyusdan debdi. Minus debdi, 4 debdi. Va yana qavs ochilgan ekan, plyus 1 debdi. Mana shuni ishlab bera olasizmi? Ya'ni ishlab bering debdi. Hop, qaranglar. Bizga ishoralar to'qnashuvi degan narsa bor. O'zi mana shu haqida gaplashmoqchi edik. Birinchi ishoralar to'qnashuvini bilib olamiz. Ishoralar to'qnashuvini bilib olamiz va shundan keyin davom etamiz. Ya'ni bizga plyus ishora bor, minus ishora bor. Mana shu ishora ikkalasi ko'p narsani hal qilib tashlaydi. Hayotingni hal qiladi. Endi mana shu joyda bir-biriga ko'paytirishimiz kerak. Plyusga ko'paytirayotganimizda minus ishorani bu har doim minus ishora chiqadi. Bitta plyus, bitta minus bo'lib qolsa. Endi plyus ishoraga ko'paytirayotganimizda plyus ishoraga ko'paytirsam plyus ishora chiqadi. Xo'p, endi minus ishoraga ko'paytirishim kerak ekan plyus ishorani. Va bitta plyus, bitta minus kelsa har doim bu minus bo'ladi. Endi minus ishoraga ko'paytirishim kerak ekan minus ishorani. Mana bu o'rtadagi ko'paytirish tag'in nima ekan deb o'ylamanglar. Minus ishorani bu nima bo'lar ekan? Plyus ishora bo'lar ekan. Xo'p, endi bundan xulosa kelib chiqadiki, ya'ni bir xil ishorali sonlarni bir-biriga ko'paytirayotganimizda musbat. Mana bu musbat deyiladi. Musbat. Har xil ishorali sonlarni bir-biriga ko'paytirayotganimizda esa manfiy son chiqadi. Hop, endi buni nima bizga aloqasi bor? O'zi nima keragi bor? Misolni ham to'lqash mumkin. Endi mana bunday misollarda sizlarga обязательно kerak bo'ladi. Qaranglar, mana bu qavschani yonida ko'rinmas ko'paytirish bor degan. Mana bu ko'paytirish bor degan. Endi mana shu yerda plyusga ko'paytir deyapti, minusda. Hop, endi mana bu joyga qaraymiz. Plyusga ko'paytirishim kerak ekan nimani? Minusda. Nima chiqar ekan? Minus chiqar ekan. Minus deyman, qavsni ochaman. 2 har doim birinchi qavs ichidagi amal bajariladi. To'g'rimi? 2 minusdan 4 ekan. Endi bitta qavs ketdi o'sha. Plyusdan 1 ekan. Endi mana bu joy birinchi, ya'ni kattasidan kichkinasini ayirib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, endi ya'ni joy o'zgargani bilan hech nima qilmas dedik. Ya'ni 2 minus 2 bo'lyapti. To'g'rimi? Plyusdan 1 ekan. Mana buni yonida nima bor? Yana ko'paytirish bor. Endi minus ishorani ko'paytirsam nima bo'lib qolardi?
minus ishoraga minus ishorani ko'paytiradigan bo'lsam, plus ishoraga son chiqadi. Ya'ni 2 plusdan 1 bo'lib qolar ekan. Mana bu joyimizga yozmasak ham bo'ladi plusni. Yozsanglar ham, yozmasanglar ham o'zingizlar bilasizlar. Plus 2 ga plus 1 ni qo'shadigan bo'lsam 3 chiqadi. Ya'ni plus 3. Demak, misolimizning javobi 3 chiqar ekan. Xo'p, endi sizlar qay darajada tushunibsizlar? Bitta misol beraman. O'sha misolda ishlab berishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, minus 3 xo'p, plusdan 7. Mana shu misol javobini tezlik bilan kommentariyada yozib yuboringlar. Mana shu misolimiz javobini tezlik bilan. Tez, davay, faqat tezlashamiz. Tushunmaganinglarni bilishim uchun. Mana shu tushunarlimi degan joyimga yozib yuboringlar. Hop, qolganini ham yozamiz. Ya'ni kim qanday tushunayotganligini men mana shundan bilib ola olaman. Misol uchun siz uyalib, tortinib yozmasangiz, men sizni tushunmayapti deb o'ylayman. Yaxshi. Demak, 10. Yaxshi. Demak, 10. To'g'ri. Malades. Yo'q. Hop, tushunmadim. Hop, qarang. Qarang. Endi biz mana bu joyga qarashimiz kerak-da. Mana bu o'rtasida ko'paytirishcha bor dedim. Ko'pchilik tushunmay qoldi. Mana bu o'rtasida ko'paytirishcha bor dedim. To'g'rimi? Endi siz qarashingiz kerak, 2 minus kelyapti. 2 minus desam mana bu joyga qaraysiz. Minusga minus ko'paytiryapman atak deysiz. To'g'rimi? Ya'ni minusga minus ko'paytiradigan bo'lsak, nima chiqar ekan? Plus chiqar ekan. Shunda mana bu 3 уже avtomatik plus 3 ga aylanib ketadi. Plus 3 plus 7 bo'ladi. To'g'rimi? Endi bundan ko'rinib turibdiki, 2 plusimiz nima deb ketadi? Albatta plus 10 deb berib ketar ekan. Mana shunday oddiy narsa. Xo'p, yana kurs mobaynida gaplashamiz. Sizlarga glавный joylarni tushuntirayin. Glавный joylarni. Xo'p. Glавный joylarni tushuntirayin. Xo'p. Yaxshi. Endi bilamiz, ko'pchiliklar matematikani qisman bo'lsa ham bilasizlar. Endi balki noldan o'rganayotganlar ham bor. Shuning uchun darslarimiz mana shu darsda o'tiladi. Kitobimiz tashlab berilmaydi. Ya'ni kursga qo'shilganlar uchun maxsus kitob. Endi kursga qo'shilayotganlar qay tartibda o'tayotganimizni biladi. Faqatgina noyabrda qo'shilganlar, ya'ni o'zimizga kitob tashlab berilgan. Endi bizga yana sonlar bor. Yana sonlar bor-da, mana shu sonlar ko'p. Endi ikki xil sonlarimiz mavjud bizga. Sonlarni o'zi gaplashgan. Sonlarimiz cheksizdek. To'g'rimi? Tub sonlar va murakkab sonlar bor. Murakkab. Endi tub sonlar o'zi nima, murakkab sonlar o'zi nima, shular haqida gaplashib o'tamiz. Tub degani qaranglar, tub. O'zi nomidan ma'lum, ona tilida o'qiganlar biladi. Tub degani bu qandaydir ma'nosida, ya'ni tub degani tub son o'ziga va birga bo'linadigan son. Birga bo'linadigan son. Son. Endi sizlarda savol tug'ilib qolishi mumkin. Tub sonni qanday ajratib olaman ustoz? O'z sonlar ko'p bo'lsa, o'zi son bo'lib ketganmi joyi desanglar, qaranglar. Ya'ni bizga sonlar bor, to'g'rimi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 va hokazo bular davom etib ketadi. To'g'rimi? Bular do konca davom etib ketaveradi. Xo'p, 0 olmagani 0 bizga songa kirmaydi. Raqamga kirgani bilan. To'g'rimi? Endi tub sonlar o'ziga va birga bo'linadigan sonlar dedik. Endi birinchi birga qaraydigan bo'lsak, birimiz faqat birga bo'linib qolyapti. Boshqa songa bo'linyapti. Demak, bir ifodamiz men. O'zi bu birimizda tub songa misol qilib ola olmaymiz. Endi ikkini bo'luvchilarni oladigan bo'lsak, ikkini bo'luvchilar 2, ya'ni o'ziga bo'linadi albatta. Yana birga bo'linadi. Shuning uchun 2 dan boshlar ekanmiz. 2 tub son. Tub son. Xo'p, endi juft son, tog' sonlar haqida keyin gaplashamiz. Xo'p, endi 3. Sizlar juft son, tog' sonni nima ko'rmaydi, adashtirib olmayman. 3. Qaranglar. 3 ta bo'luvchilarni ko'radigan bo'lsak, 3 ta bo'luvchilar 3 va 1. To'g'rimi?
Demak, bu ham tub songa misol bo'ladi ekan. Hammasini tub son deb yozmayman, shuning uchun 3 deb yozyapman. Xo'p, endi mana shu joyda 4 ni oladigan bo'lsak, 4 ni mana bunday bo'luvchilarga ajratib chiqamiz. 4 bo'luvchilar nechi? 2 kare 2 4. To'g'rimi? Birinchi birdan yozaylik. 1. 2 ga ham bo'linadi bu sonimiz. 1 2 ga bo'lyapti va 4 ga bo'lyapti. Uje 3 ta bo'luvchiga ega bo'lib ketdi. Ya ustoz 3 ta bo'luvchiga ega bo'lib ketdi desanglar, bu 3 ta bo'luvchiga ega bo'lsa, murakkab son. Ya'ni 3 ta va undan ortiq bo'luvchiga ega bo'lsa, murakkab son deyiladi. Murakkab son. Ya'ni tub va murakkab sonlarni mana shunda farqi bor ekan. Xo'p, endi mana bu 5 ni ko'radigan bo'lsak, 5 ta bo'luvchilar. 5 va 1. To'g'ri, boshqa songa bo'linmaydi. 6 ni bo'luvchilarini ko'radigan bo'lsak, 6 ni bo'luvchilar 1 2 3 6. Ko'rasizlarmi? Ya'ni 1 ga ham bo'linadi, 2 ga ham bo'linadi, 3 ga ham bo'linadi, 6 ga ham bo'linadi. Va hokazo mana shu tartibda davom etib ketaveradi. Shundan farqlab olishimiz kerak ekan. Ko'pchilikda qiladigan xatosi bo'lib chiqmaydi mana shuni. Erinmasdan bo'lib chiqishimiz kerak. Xo'p, tub sonlar jadvali bor, ya'ni minggacha bo'lganlari jadvali bor. O'shalarni tashlab beraman sizlarga. O'shalarni yodlab ham o'rgansak bo'ladi. Xo'p, endi bizga yana qaraydigan bo'lsak, ya'ni misol uchun bizga savollar keladi. 50 dan deydi. 63 gacha bo'lgan tub sonlarni topib bering. Ya'ni 50 dan 63 gacha tub sonlar nechta deydi. Hop, 50 dan 63 gacha bo'lgan tub sonlarni yozib chiqishim kerak ekan. Qaranglar, bitta 2, ya'ni juft sonlardan bitta 2 anaqa tub son. Qolgan hammasi murakkab son. Endi sizlarda savol kelib qoladi. Mana shu savolimiz DTMda imtihonda ko'pchilik chalg'itib qo'ydi. Tub sonlar juft son bo'la oladimi, bo'la olmaydimi dedi. Ko'pchilik bo'la olmaydi dedi. Endi unday xatoga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bizga albatta tub sonlarga juft sonlar ham kiradi degan javobni olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi yana davom etamiz. Xo'p, yoshlar, kurs haqida ko'pchilik hozir yozib tashlabdi. Kursda darsdan keyin gaplashamiz. Ya'ni kurs haqida yozib, anaqa qilyapti demanglar. Hammaga o'zim javob yozib chiqyapman. Xo'p, yana bitta ma'lumot aytib ketaman. Ko'pchilikga 197 ming so'm deb ketib qolibdi. Kursimiz 197 ming so'm emas. Ya'ni adashgan holatda 197 ming so'm deb yozib yuboribman. Xo'p, endi mana. Endi juft sonlardan bitta 2 tub son hisoblanadi. To'g'rimi? Xo'p, endi misol uchun 50 dan 63 gacha yozib chiqamiz. Erinmaymiz, yozib chiqamiz. Birinchi yodlamagan bo'lsak 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 va 63. Endi mana shu joyda birinchi qiladigan ishim nima? Ya'ni juft sonlardan bitta 2 tub son ekan. Tub sonlarni toping deyilgan savolda bizga. Misol sifatida oldik. Birinchi qiladigan ishim anaqalarni chiqarib tashlayman. Juft sonlar. Juft sonlar bizga tub son bo'lmaydi. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 ni chiqarib tashlab. Ya'ni bizga 2 ga bo'linadigan sonlar, nima sonlar deyilardi? 2 ga bo'linadigan sonlar bu juft sonlar deyiladi. Bo'lish qoidalarida sizlar bilan batafsil gaplashamiz buni. Endi 3 ga. Endi mana bu 51. 3 ga bo'lish qoidasi bor. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bunday sonimiz 3 ga qolus bo'linadi deydi. Mana bu 51 ga qaraydigan bo'lsak, 51 ham kirmas ekan tub songa. Xo'p, bu ya'ni 51 nimaga kirmayapti? Bizga 3 ga bo'lish qoidasi bor. Ya'ni raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bunday sonimiz 3 ga qolus bo'linadi deydi. Ya'ni 51 da raqamlar yig'indisini ko'radigan bo'lsak, ya'ni 5 ham raqam,
biram raqam. 5 ga 1 ni qo'shsak bo'ldi ekan. 5 ga 1 qo'shadigan bo'lsak 6. Demak bu 6 3 ga qolg'us bo'linadi deyman. Hop, endi 53 ni ko'radigan bo'lsak, 53 bu tub son. 53 ni olaman. O'sha pitichga qo'yib ketamiz 53 ga. 53 ga pitichga. Hop, endi 55 bilamizki 5 ga bo'linadi. Buni hamma biladi. Ya'ni 5 karani yaxshi yodlagan bo'lsanglar bilasizlar. Endi 57 imiz raqamlarimiz bo'linib turganligi uchun buni ham ola olmaymiz. Ya'ni raqamlarimiz 12, demak bu 3 ga обязательно bo'linadi. Buni ham ola olmaymiz. Endi 59 ga qaraydigan bo'lsak, 59 yo'qdan men bo'linmayman, ya'ni qoidalarga tushmayapman deyapti. Hop, buni olalar ekanmiz. Mana bu ham 55 ola olmaymiz. Mana shu yerda xato qilmanglar, 55 ga pechga yozib ketdim. Hop, endi 61. 61 bizga hech qaysi songa bo'linmaydi. Shuning uchun 61 da ham olalar ekanmiz. 63 ga qaraydigan bo'lsak, 63 da raqamlar yig'indisi ham bo'linib turibdi. Demak, bu ifodamiz bo'linadi ekan, buni ham ola olmas ekanmiz. Endi bundan ko'rinib turibdiki, qaysilarni olamiz? Bizga 53, 59 va 61 kirdi. Demak, 50 dan 63 gacha bo'lgan tub sonlar 3 ta ekan. Mana shunday savollarimiz bizga keladi. Xo'p, jadvalni men sizlarga beraman. Buni jadvaliga qaraymiz, ya'ni qayerdan tushunmay qoldim va hokazo degan savollar bo'lib qolishi mumkin. Tushunarli bo'ldimi mana shu? Bo'ldimi? Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Endi hammanglarning fikringizni bilishim kerak-da. Xo'p. Tushunarli bo'ldimi? Yozinglar. Xo'p. Albatta. Yaxshi, hamma yozsin, ya'ni endi sizlar mana shu fikrlarni yozsanglar, men tushunyapti ekan, tushunmayapti ekan deyman. Xo'p. Rahmat. Yaxshi. Ha, yaxshi. Yaxshi. Qolganlar ham dars oxirigacha qatnashinglar, xudo xolasa, sizlar uchun manfaatli bo'lgan dars bo'ladi. Chunki men sizlarga milliy sertifikat savollari, tushadigan savollar bilan birgalikda ko'rib beraman dedim. Tushunib turibsiz. Xo'p. Yaxshi. Demak, tushungan bo'lsanglar, zo'r. Xo'p, yaxshi. Endi mana shu joyda bizga milliy sertifikatda savolcha tushadi-da. Mana shu joyda savolcha tushadi. Buni ham birgalikda ko'ramiz. Savollar milliy sertifikatning tartibi o'zgarmaydi. Ko'pchilik aytibdi, 43 kunda qanday tugatish mumkin? Nima uchun narsa deb. Milliy sertifikat savollari hech qachon o'zgarib qolmagan. Boya yuqorida ko'rgan savolimiz oktyabrda ham tushdi, dekabrda ham tushdi, xudo xolasa har bittasini, ya'ni mana shunday qilib tartib bilan yozib chiqyapman. Misol uchun, mana bunday misollarni albatta ish olishinglar kerak bo'ladi. Mana shunday misollarni. Hop, qaysinglar? Hop, tartibini yozmagan ekanman. Bularni har bittasi, misol uchun 18-misolgacha sizlarni 100% ish oladigan qilib chiqarib beraman-da. Keyin qolganini o'zimiz birgalikda ko'ramiz. Hop, topa olmay qoldim. Davom etaveraylik. Hop. Shuning uchun hali ham vaqtimiz bor. Kursga qo'shilish kerak. Shu vaqtdan samarali foydalanish kerak deyman-da. Hop. O'sha mana darsimizga kimida eski o'quvchilarimizdan Diyora degani ham qo'shilib o'tiribdi. Adminlikni bering deganda, adminlikni ham berib qo'yibmiz. Mana shu qiz ham anaqada o'qiydi, Inezda o'qiydi. Hop. Aha. Tushunarli bo'lmasa, yaxshi. Tushungan bo'lsak zo'r. Hop, yana davom etamiz. Hop, nima haqida gaplashgandik? Hozirgina, hop, jussonlar. Endi bizga o'zaro tutsonlar deydi, bu hokazo deydi. Hammasi haqida gaplashadigan bo'lsak. Bolalar, misol uchun hozir darsimiz shunchaki qay tartibda o'tilishi va hokazo men o'tishim haqida ketyapti. Shuning uchun ba'zi bir, ya'ni uzun narsalar tashlab ketilyapti. Faqat darsim qanday o'tiladi, men qanday dars o'tib beraman, o'shani ko'rsatish uchun. Chunki faqatgina kurs reklamasi ketdi. Kurs reklamasi ketgani sababi chunki dars o'tgan bilan, misol uchun onlaynga o'sha kuni ham aytgandim, birinchi kirib kelganman deb, shuning uchun o'tgandik. Xo'p, yaxshi. Endi bizga sonlarni bo'linish belgilari bor. Sonlarni bo'linish belgilari bor. Hop, Diyora yozib olish anaqa qilib nima. Hop. Mavzuni zo'r joyiga keldik. Zo'r joyiga keldik, yozib qo'yaylik.
Shpet qolmanglar bolalar, o'rganishinglar kerak, zo'r joyga keldik. Kursga qo'shilmasanglar ham prosta o'rganib qo'yishimiz kerak. Ya'ni sonlarni bo'linish belgilari. Ko'pchilik qiynaladi va o'rgana olmayman deb o'ylaydigan narsa. Mana shundan keyin matematikani ko'pchilik tashlab ketaman deydi. Sizlarga oddiy, sodda o'zbekcha tilda tushuntirib qo'yaman. Ya'ni sonlarning bo'linish belgilari. Bizga sonlar bor-da, ya'ni bo'linish belgilari bor. 2 ga bo'linish qoidasi bor. Bo'linish qoidasi. Endi mana shuni ba'zilar juft sonlar deydi ekan. Yo'q, qaranglar. Oxirgi raqami oxirgi raqami 0, 2, 4, 6 va 8 bilan tugasa, bunday sonlarni ko'rdinglarmi? Shuni mana bu sonimiz 2 ga bo'linadi deb yozib ketaverishingiz kerak. Bo'ldi, mana shu sonimiz 2 ga bo'lindi deysizlar. Endi 3 ga bo'linish qoidasi bor. Endi buni ko'pchilik biladi, ya'ni juft sonlar 2 ga bo'linishini 3 ga bo'linish qoidasi. Shuning uchun misol bilan ko'rmadim qoidasi. Endi bunga yaxshilab e'tibor beringlar. Buni bilmasanglar, milliy sertifikatda aniq 18, 17 misollar ishlamaysiz. 3 ga bo'linish qoidasi nima deydi? Raqamlar yig'indisi yig'indisi 3 ga bo'linsa, bunday son 3 ga bo'linadi. Hop, endi buni o'zbekchaga tarjima qilsak. Hop, endi o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, o'zi gap nima haqida ketyapti? Raqam degan nima degani? O'zi raqam nechta bor dedik? Raqamimiz bizga 0 dan 9 gacha bo'lgan raqam, ya'ni 10 raqam bor dedik. To'g'rimi? 10 ta raqamimiz bor ekan. Misol uchun oddiygina hammanglar biladigan 33. 33 olaylik. 33 3 ga qoldiq bo'linishini mana bu birinchi sinf boradan tortib hamma biladi-da o'qimagan matematikani. To'g'ri? Mana shu joyda raqamlar deganimiz nima? Ya'ni 3 ga 3 qo'shishinglar kerak ekan. Mana shu, ya'ni bu 33 son bo'lsa, buni raqamlari degani 3 ga 3 qo'sh degan. 3 ga 3 qo'shadigan bo'lsa necha bo'lib qolyapti? 6 bo'lib qolyapti. Demak, 6 3 ga qoldiqsiz bo'linadimi? 2 kar 3imiz necha? 6. Demak, bu ifodamiz qoldiqsiz bo'linadi deganlar. Xo'p, endi yana misol uchun endi sizlarga ustoz mana shuni o'zimiz kallada bo'lib qo'ysak bo'lmaydimi degan savol ham bo'lib qoladi. 3746. Shu ifodamizda bo'lib ko'rilyapti. 3746. Endi ba'zilar buni ham 2000 ta bo'lib tashlayman deyishi mumkin. Qani ko'ramiz. Ya'ni 3746 ni 3 plyusdan 7 plyusdan 4 plyusdan 6 deb yozib olishimiz kerak ekan. Ya'ni raqamlarni qo'shib chiqishim kerak ekan. Xo'p, endi buning uchun karajadalni yaxshi bilishinglar kerak bo'ladi. 3 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsam 10, keyin 10, ya'ni ikkala tarafimiz ham 10, 20 bo'lib qolyapti. 20 3 ga qoldiqsiz bo'linmaganligi uchun, ya'ni qoldiqli bo'linadi. Shuning uchun 3746 ifodamiz bo'linmas ekan deymiz. Ustoz bunaqa oddiy misollar deyishinglar mumkin. Xo'p. Endi bundan-da murakkabroq misollar kelib qolishi mumkin-da, murakkabroq. Misol uchun katta son. Endi darajasi silishim katta. Sonlarni oxiri yo'q. Oxiri yo'qroq kelib qolsa, misol uchun mana shu ifodamiz bo'linadimi deb sizlardan so'rab qoldi. Sizlar deysizlar kalkulyatorga tashlab yuboraman deysizlar, kalkulyator ham error beraveradi. Ya'ni xato, bu sonni bo'lmayman deydi. Kelinglar mana shu joyda nima qilib chiqasizlar? 6 plyusdan 7 plyusdan 3 plyusdan 3 plyusdan 4 plyusdan 6 plyusdan 7 plyusdan 4 plyusdan 3 plyusdan 2 plyusdan necha? 4 deysizlar. Plyusdan 2 plyusdan 10 deb yozib ketaylik sirasini mana. Ya'ni 7 bilan 3 ni raqamlar yig'indisi nechaga teng? 10 ga teng-ku. To'g'rimi? 10 deb yozib qo'ydim. Endi mana shu joyda birinchi qilib chiqamiz. Ya'ni adashib ketib qolmasligimiz kerak. Global adashib ketib qolmasligimiz kerak. 7 ga 3 qo'shadigan bo'lsam 10. Yana 3 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsam 10. Tagiga chizib ketaveraman. 4 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsam 10. Ya'ni 10 qilib olsam osonroq bo'ladi.
o'nlarni yig'ib chiqish. To'g'rimi? Ya'ni 6 yana qo'shaman, 4 ga qo'shaman. 10. Xo'p, endi mana bu joyimizda necha bo'lib qolyapti? Xo'p, mana bu joyimiz уже bitta 10, to'g'rimi? Уже o'nlarimiz ish bo'lib qoldi. 3 ta, 4 ta, 5 ta 10 bo'lib qoldi. Bizga qolayotganlar 50 bo'ldi, 53, 55, 59 va 61 bo'lib qoldi. To'g'rimi? Raqamlar yig'indisi 61 ga teng ekan. Kalkulyator error degan narsani biz уже 1 minutdan vaqt ketkazmay ishlab qo'ydik. Demak, bu ifodamiz bo'linmas ekan. Xo'p, mana shu, ya'ni 3 ga qolus bo'lish qoidasiga tushundikmi? 3 ga qoidasi tushunarli bo'ldimi? Tushunarlimi? Xo'p, yozinglar bolalar, mana shu yozsanglar men, ya'ni tushunyapti ekan, tushunmayapti ekan deb. Bilaman deb, misol uchun jim tursanglar, tushunmayapti ekan deyman. Xo'p. Ha, tushunarli. Xo'p, qolganlar ham yozib tashlanglar. Misol uchun shuncha odam o'tiribmiz ekan. Xo'p. Tushunarli. Tushundik. Misol uchun tushunmayotganlar ham uyalmasdan so'rayveringlar, ya'ni tushunmayapman, mana shu joyga tushunmay qoldim deb. Xo'p, yaxshi. Demak, hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, zo'r. Va biz yana davom etamiz. Xo'p, endi 4 ga bo'linish qoidasiga keldik. Mana shu 4 ga bo'linish qoidasiga bitta yangicha jit ochamiz. Endi 4 ga bo'linish qoidasi ham bu oson qoida. 4 ga bo'linish qoidasi oxirgi qoidasi. Xo'p, o'chamiz. Aslida kattaroq ketdim. 4 ga bo'linish qoidasi. Xo'p, 4 ga bo'linish qoidasi nima deydi? O'zi 4 ga bo'linish qoidasi qayerlarda kerak? Nima uchun ishlatamiz? Nima maqsadda ishlatamiz? Birinchi o'sha narsalarni bilib olishimiz kerak. Bu matematikani oson, ya'ni osonlashtirish uchun ishlatiladigan narsa. Misol uchun 4 ga bo'linish qoidasiga misol keltiradigan bo'lsak, buni qoidasini birinchi yozamiz. Oxirgi mana shu ruchka normalnimi? Ya'ni ko'zinglarni og'ritmaydimi? Sizlarni ham o'ylaylik endi. Mana shu ruchka normalnimi? Yozib qo'yaversanglar, o'qib, ya'ni o'zgartirib yoki qilib qo'yaman. Oxirgi raqami oxirgi ikkita raqami oxirgi ikkita raqami 0 bilan tugasa hamda ikkita raqami oxirdagi raqam 4 ga bo'linsa bunday son 4 ga qolus bo'linadi. Bolalar, mana shu savollarimiz 9-10 savollarimizda har doim kelgan savollardan. Ya'ni kattaroq son beradi. Mana shu sonimiz bo'linadimi yoki bo'linmaydimi deb beradi. Sizlar o'sha holatda bo'linadi yoki bo'linmaydini bilib olishinglar kerak. Endi bu bilan nima demoqchi? Endi buni sekin o'zbekchaga tarjima qilib chiqamiz. Ya'ni oxirdagi ikkita raqam deyapti. Misol uchun oddiy 100 oladigan bo'lsak, to'g'rimi? Ikkita nol bilan tugayapti. Demak, bu ifodamiz nechaga bo'linar ekan? 4 ga qolus bo'linadi ekan. 800 ifodamizni oladigan bo'lsak, ikkita nol bilan tugayapti. Bu ifodamiz bo'linadi ekan. Xo'p, endi ming ifodamiz shunda bo'lmaydimi degan savol bilan tug'ilishi mumkin. To'g'rimi? Ming ifodamiz bo'linmaydimi? Xo'p, ming albatta bo'linadi. Nimaga? Ya'ni mingda mana ikkita nol bilan tugasa bo'ldi. Bu yoq qiziqmas. Misol uchun 5 ta, 6 ta, 7 ta, 9 ta, 10 ta, 13 ta nol bilan tugashi mumkin bo'ladi. To'g'rimi? Faqatgina oxirgi ikkitaga qarab qo'ysak yetarli ekan. Bu ifodamizdan bo'linadi ekan. Xo'p, endi oddiy 196 ni olamiz. Mana bu joyimizda nima deydigan? Hamda ikkita oxirdagi raqam 4 ga bo'linsa debdi. Oxirdagi ikkita raqam 96 ta bo'linyaptimi? Demak, 96 bo'linganligi uchun bu ifodamiz albatta bo'linadi deymiz. 96 bo'linadi. Xo'p, ustoz, buni o'zimiz kalada bo'lib qo'ysak bo'lmaydimi? Oson ekan-ku deyishinglar mumkin. To'g'rimi?
Albatta oson ekan deyishinglar mumkin, lekin sizlarga mana bunday savol kelib qolsa-chi? Mana shu savolda, ya'ni mana shu sonimizda bizga 4 ga bo'lib ber desin. Endi buni bittalab bo'lib chiqasizlarmi? Ya'ni kalkulyator ham buni bo'la olmaydi. Sizlar qilishinglar kerak bo'lgan narsa mana bu oxirgi ikkitaga qarab qo'yasizlar. Ya'ni oxirgi ikkita bo'linsa, uje bu bo'linadi. 40 ga bo'linadimi? Ya'ni kar jadvalimizda 40 ga bormi? Demak, bu bo'linmas ekan. Xo'p. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p, 4 ga bo'linish qoidasi tushunarli bo'ldimi? Xo'p. 4 ga bo'linish qoidasi tushunarli bo'ldimi? Tushunarli, ha. Xo'p, qolganlar ham yozib olsa yaxshi bo'lardi. Xo'p, menimcha 4 ga bo'linish qoidasigacha yaxshi yetib keldik. Tushunarli bo'lsa zo'r. Xo'p, gazchilar zo'r. Endi sekin mana shu joyda to'xtatamiz. Ya'ni bizga mana shugacha yetarli hisoblanadi. Biz ham darslarimiz 2 soat mobaynida dars davom etadi. Kursimizda hozir 51